Assalomu alaykum hammaga. Gentra mashinasini olib qolganmiz. Bu mashinada eng full variant hadovoy qilib berish uchun olib qolganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Diamond amortizatorlar bu orqasi oldini qo'yib bo'ldik hamda barabarlarni ishlash, rulevoylarni yumshatish, umuman eng full variantda hadovoy qilib berishimiz necha pulga tushadi videoni oxirida aytib o'tamiz. Do'stlar, mana olib qolgan Gentramizni ham full variantda hadovoy qilib berdik. Mana ishlarni bitirib oldik. Ko'rishlaring mumkin. Bitta nima almashgan. Mana hadovoy qismidagi jamiki rezina, sani bloklarni to'liq almashtirdik, hattoki motor podushka qismini ham 4 ta amortizatorda almashtirdik. 4 ta amortizator bu qimmat amortizator hisoblanadi. Diamond amortizator. Buni Xitoy ham bor edi, lekin egalari yaxshisini qimmatini qo'yib bering, bizga yumshoq qilib bering deb bizga ishonib tashlab ketishdi. Mana ko'rishlaring mumkin. Sharovoy detal, sharovoy nakонечник, sharnir, stabilizatorlari, qolgan detallari zarar olib qo'yganmiz, lekin qo'ymadik. Sababi o'zi yaroqli holatda ekan, soz holatda ekan. Nosozlari faqatgina mana shu narsalardan iborat. Shularni almashtirdik. Mashinani chotki holatda yig'ib berdik. Amortizatorga qarab narx o'zgarishi mumkin. Bu amortizatorning o'zi to'rttasi 2.600.000 so'm bo'ladi. Bitta to'ka xizmat, bizning xizmatli qolgan detallar jami bo'lib mashinaning bitishi 5.600.000 so'mga bitdi.